qarshingizda o'zlarini iqtidorli va iste'dodli o'quvchilarimiz o'z san'atlarini namoyish etib yetishadilar. Vatan ostonadan boshlanadi. Inson dunyoga kelishi bilan vatan oldida burch hamda vazifasi u bilan birga bo'ladi. Har bir inson buni davomida bir vatan menga nima berdi deb emas, balki men vatanimga nima berdim deb yashashi kerak. Seni deb yuragimda ochilar gullar. Yomg'ir borib samolardan sochilar gullar, sahrolardan daryolardan sochilar gullar. Yuragimning gulisan, gullagan vatan. Isming aytib uyg'onadi kuchuk jilg'alar, sumbullalar tonglaringda taqar sirg'alar. Kiprigimda yog'dularing solar jilvalar. Tilagimning gulisan, gullagan vatan. Tadbirimizni vatan qo'shig'i bilan boshlaymiz. Ijroda Nazar va Zulfiyaxon. Marhamat. Sanjar, olmoqda sen. Chekkaga olib qo'ying. Nega chamani istamasdan tog', sahro ustidan kelmaydi dili.
navbatda maktabimiz direktori Marva Marmataga beramiz. O'zlarini san'atlarini namoyish etib, qo'shiqlar ijro etib berar ekanlar. Marhamat, eshitamiz. Duet tayyorladi. Rahmat hammalaringizga. Endi kamchiliklarimizni uzr so'raymiz. Bir kunda tayyorlagan qo'shig'imiz. Mana shunday ustoz degan munosib nomga hammamiz munosib ekanmiz. Bugun menimcha nazarimda o'z kasbini sevmaydigan, o'z o'quvchisini sevmaydigan, qolaversa o'z fanini sevmaydigan insonlarga oramizda o'rin yo'q deb o'ylaymiz. Faqat ta'limda mana shunday nomga munosib bo'lgan aziz mehribon ustozlar ishlaydi. Rahmat. Endi navbatda qizlarimiz beramiz. Qizlar ijrosi so'z sehri raqsi. Marhamat. Thank you.
Endigi navbatda Tanisa qizlar ijrosida 6 harfa raqsga beramiz. Marhamat.
Endigi navbatni ansambl guruhiga beramiz. Maktabimiz o'quvchilari. Marhamat. Mikrofon qo'ysak bo'lmaydi? Bo'lmaydi? Hammasimi? Hammasi chaladi?
yillarga kiramiz. Haqida manman o'tiradigan. Porlagan yurt charog'i, el baxt ko'z qarog'i, istiqbora ardog'i, O'zbekiston bayrog'i, ajdodlarning orzusi, istiqbolning qomusi, millat o'rnog'isi, O'zbekiston bayrog'i, ajdodlarning naslimiz, ozod yurtda baxtlimiz, istiqbora ardog'i, O'zbekiston bayrog'i. O'zbekning o'rnog'isi, O'zbekning o'rnog'isi azaliyat, O'zbekning o'rnog'isi azaliyat, O'zbekning o'rnog'isi azaliyat diyodusi. Allomalar naslimiz, ozod yurtda baxtlimiz, g'ururimiz, faxrimiz, O'zbekiston bayrog'i. Quchog'i bog'u bo'ston, giyohi dardga darmon, jumla jahonga doston, O'zbekiston bayrog'i. Men dunyoni nima qildim, o'zing yorug' jahonim, o'zim xoqon, o'zim sulton, sen taxt Sulaymonim, yolg'izim yagonam deyman. Topingan koshonam deyman, o'zing meni ulug'lardan ulug'imsan vatanim. Shodon kunim bir o'tgan sen, nodon kunim yupatgan sen, o'lib qolgan ekanman tushda nogahon, ko'ksimda qo'rg'oshin quyosh terida tog'lar orasida yotibman bejon. Uzoqda shirinlar sho'rlar oqadi, bag'rimda bir ajib dilbandlik hokim. Men esa yotibman tuproqda o'ylab, mana shu tuproqqa qushlar hokim. Men o'lib yotibman kimsasiz umid, hech kimsa hurmas va chekmas og'u, faqat cho'qqalarda qurg'urar bulbul, faqat vodiylarda inglaydi ohu. Nogiron yoshimda bu kungi ado, otash yuragimni o'yla axir u, na onam na yorim beradi sado, do'stigul hatto yig'ich ham yo'q. Endigi navbati 3-sinf qizlar ijrosida Lola raqsiga marhamat.